Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bolalarimiz kanikuliga chiqib olishdi. Hamma yaxshimi? Sizlar bilan bitta ikkita masalada gaplashib olishimiz kerak. Aa, Xullas, hurmatli onalar, bizada shunaqa bo'ldi. Yaqinda mana oldimga bitta ona keldilar. Yaqinda emas, ancha bo'ldi. Xullas, qizlarini bermoqchi keldi bizga. 17 yosh, 9-sinfga 10ni bitirdi dedilar. Tikuvchilikka bermoqchiman. Shartlarini tushuntirdim. Shunaqa. Haftada bir martadan tikuvchilik, bir martadan dizaynerlik 4 soat desam, nimaga kam bu dedilar. Endi bizada shunaqa, chunki qizlarimiz boshqa qo'shimchalari ham bor. Faqat bu yoqqa kelishmaydi, boshqa yoqqa ham borishadi desam, xullas u onani talablari nima bo'lyapti? Qizim telefonga kirib ketyapti, telefonda ko'p o'tiryapti, bo'sh vaqti ko'p. O'shanga unga mashg'ulot kerak. Mayli, yana to'lov bo'lsa, qilish kerak bo'lsa qilaylik. Qizim ko'proq shu yerda bo'lsin, band bo'lsin, vaqti telefonda o'tib ketmasin degan anaqani qo'ydilar-da, masalani qo'ydilar. Keyin aytdim, birinchidan qimmat bo'ladi dedim. Ikkinchidan, uni yana aytganimdek, bizani qizlarni boshqa mashg'ulotlari bor va qizlar hammasiga ulgurishmaydi. Maktab payti edi unda. Ayniqsa maktab bor. Maktabdan keyin shundoq ham charchaydi ular. Siz dedim haftada 3 marta, 4 marta, 4 soatdan bolani bu yerda band qilolmaysiz, charchab qoladi desam, xullas telefonga bog'lanib qolganda shikoyat qilyaptilar-da. Telefoni, undan oldingi telefonini ko'p o'tirganidan adasi olib qo'yganlar, sindirganlar, xullas nimadir qilganlar. Keyin bu qiz yana qo'ymagan, xullas yana boshqa telefon berganlar. Xullas shundan shikoyat qilyaptilar. Man nimaga buni aytib beryapman, hurmatli onalar, bu bizada birinchi marta emas. Juda ko'p onalar ayniqsa menga shu telefon masalasida shikoyat qilishadi. Telefonim, qizim unaqa ko'p o'tiryapti, ko'p shuni telefonni ichida qolib ketyapti. Talabligisi nima? Telefondan qizimni chiqarib bering deyishadi-da. Man nima dedim u onaga ham, qizlarni qabul qila olmadim. Chunki kelaylik kelishib olamiz. Farzand hammamiznikida. Farzandlarimiz yaxshi bo'lishi bu biz uchun kerak-da birinchi o'rinda. Ya'ni men o'quvchilarim yaxshi bo'lishini, zo'r bo'lishini xohlayman albatta. Lekin avvalo buni rohatini, misol uchun ota-ona sifatida sizlar ko'rasizlar. Men ham bolalarim rohatini ota-ona sifatida o'zim ko'raman. Xudo xolasa meni bitirib ketishsa, oyda yilda bir marta eslaydimmi, yo'qmi-da. Ya'ni farzand har bittamiz o'zimizniki va mas'uliyati ham o'zimizda. Shuning uchun nima demoqchiman, o'sha onaga ham aytdim, siz bolangizni ishonmang hech kimga, menga ham ishonmang, chunki bilmaysiz meni kimligimni, meni qanaqaligimni. Endi birinchi marta siz bilan yuzma-yuz ko'rishyapmiz dedim. Men ularni bu yoqqa olib kelib nimani gapirib, nimani o'rgataman, siz bilmaysiz dedim. Shuning uchun farzandni nazoratini ona sifatida o'zimiz bo'ynimizga olishimiz to'g'ri bo'ladi menimcha. Chunki bu bola bizaniki va unga mas'ul odam bu o'zimiz. Uni qanaqadir qo'shimchalar bilan yoki to'garaklar bilan band qilish yaxshi, lekin o'sha joyga ishonib qo'yish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Hozir bolalarni telefonga bog'lanishi juda katta muammo-da. Bu bitta sizlarda emas yoki bitta menda emas. Hammani eshitsangiz, deyarli hamma ota-onaning shikoyati shunda, telefonga bog'lanib qolishda. Nima qilamiz? O'zimiz kurashamiz, faqat o'zimiz mas'uliyatni bo'yniga olamiz. Men nimaga gapimdan boshladim? Kanikul boshlandi, qizlarning bo'sh vaqti ko'p. Oldin maktabda har holda nazorati bor, qayerdadir yo'q bo'lsa, endi ular kuni bilan uyda. Ularning bo'sh vaqti ko'p bo'ladi. Ya'ni telefon nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Sizlardan iltimos, nazoratga olinglar. Men telefonni qo'lidan olib qo'yish yoki butunlay taqiqlash tarafdori emasman. O'zi aslida shunaqa bo'lsa ham yaxshi, endi bunga birdaniga erishib bo'lmaydi, sekin bosqichma-bosqich o'tilgani yaxshi. Boshlanishiga o'sha taqiq emas, chegara programmalar bor o'zi. Family Link yoki shunga o'xshagan yana bir qancha ilovalar bor. Uni o'zinglar registratsiya qilib, cheklovlar qo'yishinglar mumkin telefonida. Misol uchun ekranni vremyani nazorat qilishinglar mumkin. Qanaqadir dostuplarni to'xtatib qo'yishinglar mumkin. Kechqurun uydagi Wi-Fi o'chirib qo'yish mumkin yoki
bilmadim, kechqurun undan keyin telefonini olib qo'yishi mumkin. Xullas, buni mas'uliyatini o'zimiz bo'ynimizga olishimiz kerak. Sizlardan iltimos, ona sifatida shuni bo'ynimizga olib, nazoratni kuchaytirib, taqiq emas, faqat nazoratni kuchaytirib, kundalik limitlarni tekshirib, o'sha bir kunda qaysi ilovaga qancha kirish mumkin o'shalarni belgilab bersak va ularni ustidagi mas'uliyatni aytganimdek, yana ona sifatida o'zimiz nazorat qilganimiz yaxshi. Misol uchun bizani o'qishimizga dizaynerlik darsida faqat kompozitsiya qilsakin telefon kerak. Boshqa payt telefonni ishlatishmaydi. Tikuvchilikda ham qanaqa, fasonlarni ko'rish, bir-birimizga ulashish, qanaqadir joylarni rasmga olib olish, qaysidir sxemalarni, qaysidir situatsiyalarni rasmga olib olishda kerak. Yoki bo'lmasa qizlarimiz kontent qilishadi. Mani bunga ham qarshiligim yo'q. Videolar olish paytida kerak. Atak unaqa juda telefonga ehtiyojimiz yo'q. Shuning uchun buni o'zinglar iltimos nazorat qilinglar. Bo'sh qoldi deguncha qo'liga telefon olishi juda ko'p zarari bor. O'sha diqqatni bo'linaverishi, ya'ni fokus bitta joyga to'play olmaslik, e'tibor bitta joyga jamlay olmasligi, diqqat yetishmovchiligi hozirgi eng katta muammo. O'shalarga ketib qoladi. Bola shunaqaki, sekund qo'ysa qo'lga telefonni olib titkilashni boshlaydi. Nimani ko'rsamikin, dunyo yaxshi aylanyaptimi, to'g'ri aylanyaptimi, nazorat qilib turishim kerak deb. Shuning uchun boyagi onani ham bekorga misolni aytmadim. Menga unaqa talab bilan kelish endi to'g'ri, ustoz sifatida darsim paytida qanchalik bunga haqli bo'laman, bo'lmayman, olib qo'y deyman, qo'lidan olib qo'yaman, cheklashga harakat qilaman, to'g'ri. Bu meni ish paytidagi vazifamga ham kiradi. Lekin buni butunlay menga ishonib qo'yish noto'g'ri-da. O'sha boyagi onaga ham tushuntirdim. Siz o'zingiz buni bo'yningizga olishingiz kerak mas'uliyatini. Chunki bu bola siznikida, dedim. Siz nazorat qiling. Telefonga bog'lanib qolgan bo'lsa, alternativ bering, gaplashing, qiziqtiring. Faqat to'garaklar emas, sportga ham berish mumkin bolani, masalan, o'tirib gaplashish mumkin. Agar ona bolaga telefondan ham qiziqroq bo'lsa, menimcha bola hadeb telefonga ham yugurmasa kerak. Ya'ni o'zimizni ham ustimizda ishlaydigan joylarimiz bor-da. Bo'lmasa u ayol mendan ancha yoshlari katta, bu 4-qizlar ekan, 3ta qiz chiqargan ayolda. Men ularga nasihat qilishim endi qanchalik-da. O'zlariga ham aytdim, siz menga qaytanga nasihat bering. Sizni tajribangiz ko'p, yoshingiz katta, menga ayting, mana bunaqa qilgin deb ayting. Lekin qizingizni anaqasini, kelajagini menga ishonib topshirmang. Bu noto'g'ri deb o'zlariga ham tushuntirishga harakat qildim. Shuning uchun bu taraflama sizlar ham menga yordam beringlar. Hammamiz kompleks agar anaqa qilsak, yechim qilsak, bolalarimizga ham yaxshi bo'ladi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Taqiq, baqir-chaqir, urush janjal yoki nakazat qilish bilan masala hal bo'lmaydi. Aytganimdek, telefonni qo'lidan olib qo'yish bu yechim emas. Bola agar kiraman desa, boshqa mingta variantini topadi internetga kirish uchun. Buni to'g'ri tushuntirib, ko'proq yaxshi gaplashib, o'zi bilan qiziqishlarini hisobga olib qilsak, menimcha o'tib ketadi bu ham. Aslida men to'g'risi bolaga rahmim keladi, chunki men endi shu sohada bo'lganim uchun shu kichkina bolaning psixologiyasi, mana bu tendensiyalar haqida ketyapti. Hozirgi avlod haqida ko'p o'qishga harakat qilaman-da. Shunaqa statistika bor, hozirgi avlod eng depressivniy avlodda, ya'ni bularga ham juda ham qiyin. Biza-ku paytimizda internet bo'lmagan, mana bu tabiiy sharoitda katta bo'lganmiz-ku. Bular hozir esini tanigandan atrofda internet, ma'lumot ko'pligi, hamma narsa shiddatli tezligi bularni ruhiyatiga yomon ta'sir qiladi. Aslida bularga ham oson emas bunaqa paytda katta bo'lib, bunaqa paytda yashash. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz ham kerak. Faqat taqiq bilan bizning paytda bunaqa emasdi, biz bunaqa qilmasdik degan gaplarsiz katta qilishga harakat qilaylik. Agar bizning paytda ham internet bo'lganda, kichkinaligimizda biz bundan ham battar bo'lardik menimcha. Shuning uchun yordam beramiz bir-birimizga. Hozir shu paytda xudo xolasa shunaqa to'g'ri sog'lom muhitni tashkillashtirsak,
Bolalar o'zi shundoq ham keyin joniga tegadi. Bu ham hozirgi ma'lumotga ochlikda shunaqa perioddan o'tishimiz kerak o'zi. Vaqti bilan Xudo xohlasa bu narsalar ham joniga tegib, o'zi shundoq ham xohlamay qoladi bular. Faqat hozir biz ozgina yordam beraverishimiz kerak. Rahmat hammalarga. Savollar bo'lsa, yana takliflaringlar bo'lsa aytinglar. Rahmat.